Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Navoiy davlat pedagogika instituti tabiiy fanlar fakulteti geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasi o'qituvchisi Nigmat Samarov qarshilayapman. Bugun siz bilan topografiya va kartografiya asoslari fanidan geografik kartalar, ularning xususiyatlari, geografik globus degan mavzu bo'yicha gaplashamiz. Bizlar bu mavzuni yoritishda 3 ta reja tanlamoqdamiz. Birinchi rejamiz kartografiya tarifi va uning tarmoqlari, ikkinchi rejamiz geografik kartalarning elementlari, uchinchisi geografik globus belgilayapmiz. Shu 3 ta reja. Demak, mana shu 3 ta reja bo'yicha batafsil gaplashamiz. Kartografiya tabiat va jamiyatdagi voqea va hodisalarning vaqt o'tishi bilan obrazli belgi modellar yordamida qog'ozga o'sha paytda dastlabki arxivlardagi ma'lumotlar o'rganilganda ko'p boshqa manbalarga tasvirlangani haqida ma'lumotlar bor. Demak, ana shunday belgi vositalar yordamida o'rganish, ya'ni tasvir obrazli belgi modellar vositasida matematik yo'l bilan tasvirlash usuliga, demak, tekst-writer generalizatsiya qilib tasvirlash usuliga kartografiya deyiladi. Generalizatsiya degan joyga izoh berishimiz kerak. Generalizatsiya bu aynan eng saralarni umumlab saralab, shu o'zimizga kerakli ma'lumotlarni yig'ib olish jarayonini kartografiyada generalizatsiyon, ya'ni fransuz so'zidan olingan generalizatsiya deyiladi, ya'ni umumlashtirish degan. Eng saralarni umumlashtirib olish jarayonini ana shu generalizatsiya qilib matematik yo'l bilan tasvirlashga kartografiya deyiladi. Demak, kartografiya eng qadimiy fanlardan biri, chunki uni tarixini, arxivini o'rganib chiqadigan bo'lsak, bu fan to'g'risida dastlabki tarixni miloddan 2-asrda yashagan Yunon olimi Claudius Ptolomey tomonidan berilgan. Bu nima degan? Bu geografiya fanining vazifasi degan yer yuzasini shu kartografik jihatdan tasvirlash jarayonini geografiya deb ataydi. Va aynan shu geografiyani ichidagi kartalar bo'lgani uchun shu kartografiyani ikkalasini bitta mazmunda olib qarab boradilar degan. Aynan shu kartografik tasvirlash jarayonidir deb qaragan Ptolomey. Vaqt o'tishi bilan demak fanning vazifalari ham funksiyalari o'zgarib bordi, takomillashib bordi va yaqin vaqtlargacha kartografiya geografik kartalar to'g'risidagi fan deb qarab kelingan va uning asosiy vazifasi geografik kartalar tuzish va undan foydalanish yo'llarini o'rgatadigan fan, demak ana shunday bir vazifalar yig'indisi deb qarashdi. Lekin vaqt o'tishi bilan bu fan rivojlangan sari, sivilizatsiya rivojlangan sari kartografiya bo'lgan talab ham, geografiyaga bo'lgan talab ham oshib bordi va natijada bunday o'zgarishlar bo'ldi. Dastlab demak kartaga izoh beramiz. Karta atamasi o'rta asrlardan buyon foydalanib kelingan va kelinmoqda. Bu atama lotincha chartes so'zidan olingan bo'lib, bu ya'ni papirus qog'ozining bir varag'i degan ma'noni anglatadi. Papirus qog'ozi bu aynan okean va dengizlar bo'yida bizdagi majnuntol eslatadigan holatdagi shu osilib turadigan va uni tanasidagi po'stlog'i ancha yumshoq bo'ladi. Qurganda ham ezilib maydalanib ketmaydi. Aynan shu yumshoq elastiklik darajasi yaxshi bo'lgani uchun aynan shu po'stloqqa tasvirlash, ya'ni papirus qog'oziga tasvirlash jarayonini shu karta deb olingan va hozirgi vaqtda karta atamasi dunyoning turli davlatlarida turlicha ataladi. Bu demak albatta tildan kelib chiqqan holda, masalan, fransuzlar carte deb ataydi, faqat bizdagi kircha s variantini beradi, carte. Kart, ularga fransuz o'qigan bo'lsa kart deyiladi. Nemischa bu carte, burada faqat boshidagi harf o'zgaradi, kart. Italyancha, portugalcha karta. Bunday kirchasidan foydalanishadi. Ular ham bizga o'xshab karta deb talaffuz qilishadi. Gollandcha euro deb nomlanadi. Yana boshqa tillarni ko'radigan bo'lsak, mappa deb atalgan variantlari ham bor. İngilizlar map deb ataydilar. Ba'zi mamlakatlarda ikkala atam, ya'ni inglizlar chat so'zidan olingan, ya'ni bu yerda dengiz va aeronavigatsiya kartalarida foydalangan varianti
aynan shu mayt yoki chart atamalardan foydalanishga. Demak, dengiz kartalari ishlatishga inglizlar ham, chunki inglizlar bizga yaxshi ma'lumki, inglizlar nima qiladi, ana shu butun shu yerni, dunyoni qayta bo'lib olish siyosati boshlagan paytda juda katta hududlarni qamrab olishga, egallab olishga intilishgan va qaysi ma'noda bu narsaga erishgan ham. Va aynan shu dengiz navigatsiya kartalari ularga juda ko'p qo'l kelgan va ular bundan asosiy boylik sifatida ham foydalangan. Ba'zi o'rinlarda bundan boshqa atomlar, masalan, yaponiyaliklar Kizu, vengerlar deb atagan variantlari ham bor. Kartografik tasvir geografik kartaning asosiy qismi bo'lib, tasvirlanayotgan hududning tabiiy, ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan voqea hodisalarning geografik joylashuvi, ularning xususiyatlari, ularning o'zaro bog'liqligi, hatto o'zgarishini ham bashorat qilish imkoniyatini beradi. Karta okean va dengizda suzish, havoda uchishda, turistik sayohatlarda va harbiy sohada asosiy yo'l ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi. Karta xalq xo'jaligini rejalashtirishda ham ishlatiladi. Geologik qidiruv ishlarida, muhandislik ishlarida, xohlagan sohani loyihalashtirishda, mamlakat ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirishda, ya'ni sanoat qayerga joylashtiramiz, qishloq xo'jalik tarmoqlarini qayerga joylashtiramiz, yo'llarni kengaytirilgan holatda qayerdan o'tkazish kerak, bular hammasi davlat nazorati asosida ma'lum bir aniq bir funksiya asosida bajarilishi kerak va bular uchun albatta hech bo'lmasa qo'limizda dastlabki eskiz varianti deymiz, mana shu qo'lbola kartalar bo'lishi kerak. Chunki shu mana hozirgi kunda ishlatiladigan lokatsiya, geolokatsiya deymiz, ya'ni shunaqangi variantlarisini ishlatishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni qo'limizda albatta bo'lishi kerak. Ya'ni shu mamlakat ishlab chiqarish kuchlarini taqsimlashda, hududlarni har taraflama rivojlanishini o'rganib chiqishda, buni demak tabiiy geografik, iqtisodiy geografik, ijtimoiy geografik tahlil qilishda, keyinchalik rivojlanib borib, shu hududning qay darajada rivojlanishini baholashda albatta kartalardan foydalanadi. Demak, ana shu kartalar shunga qarab bo'linib ketgan bir necha turlarga bizlar endi eng yiriklari tabiiy, iqtisodiy, ijtimoiy va tarixiy kartalar turlariga bo'lamiz. Va bularni demak ko'payib borgan sari vaqt o'tishi bilan kartalar shu darajada ko'payib ketdiki, bizlar demak ularni tarmoqlarga bo'lib o'rganishimizga to'g'ri keldi. Kartografiya fani ko'pgina fanlar bilan aloqador. Bular geografiya, geodeziya, topografiya, matematika, informatika, statistika fanlari bilan, yana bir qancha fanlar bilan aloqasi mavjud. Va kartografiyaning o'zini ham bizlar ichki qismlarga bo'lib o'rganamiz. Bir qancha qismlarga o'rganamiz. Bular qaysi? Demak, kartashunoslik, kartometriya, matematik kartografiya, kartalarni chizish va jihozlash, kartalarni tuzish, tahlil qilish va yana bir qancha, demak, kartalarni nashr qilish, kartalarni modellashtirish, usuli ham bu asosiy shu kartografiyaning bir qismi hisoblanadi. Va oxirgisi demak kartograf menejment, butun mana shu kartografiyada bo'layotgan o'zgarishlarni nazorat qiladi. Demak, qancha foyda keltiryapti, qaysi tarmoqlarga qaysi turdagi kartalarni yana joylashtirish kerak yoki qaysi turdagi kartalarni ishlab chiqish kerak, ana shu soha vakillarini oldindan jalb qilgan holda doimiy nazoratni boshlab turadiganimiz kartograf menejmentimiz. Demak, endi bularga ozroq to'xtalamiz. Kartashunoslik, demak, kartografiyaning nazariy tomoni, uning boshqa bosib o'tgan tarixiy taraqqiyot yo'li. Ya'ni aslan ibtidoiy jamoa davridan to bugungacha yetib kelgan qancha davrni bosib o'tgan bo'lsa, ana shu jarayonda biz kartashunoslikni o'rganamiz. Demak, kartalar va boshqa kartalar tasvirlash tiplarini, xillarini, kartadan foydalanish usullarini, kartografik asarlarning tahlil qilish usullarini o'rgatadigan sohani biz kartashunoslik deymiz. Kartografiyaning eng katta asosiy tarmoqlaridan biri. Keyingi sohasi bu matematik kartografiya. Demak, bu geografik kartalar tuzishda ishlatiladigan kartografik proyeksiyalar haqida, masshtablar haqida, yer ellips o'yini bizga yaxshi ma'lumki, yer yumaloq shaklda, ya'ni shu ellips shaklda, bugungi kunda yerning shakli geoid deb qabul qilingan, bizga yaxshi ma'lumki, ana shu geoid shaklni tekis yuzida tasvirlanganda o'zgaradigan jamiki o'zgarishlar. Bu demak, daraja to'g'ri deymiz, kartaning masshtabi deymiz. Mana shu proyeksiyasi deymiz, ana shular hammasi uning yig'indisini
biz nima matematik kartografiyada o'rganib olishimiz va aynan shu sohalarni o'rgatadigan qismini biz matematik kartografiya deymiz. Keyingi soha kartometriya. O'z-o'zidan ko'rib turibdi, kartometriya, ya'ni kartada o'lchash ishlari. Bu demak nimalar? Kartalarda maydonni, masofani, hajmlarni hisoblash yo'llarini, ya'ni relief, bundan tashqari reliefni o'rganish natijasida miqdor ko'rsatkichlarini asosini sifat ko'rsatkichlariga o'tkazib berishini, ko'rsatib berish yo'llarini o'rgatadi. Ya'ni bu yerda o'z-o'zidan ko'rinib turibdi, masofa o'lchanadi, ikki nuqta orasidagi masofa, maydonlar, masalan, ma'lum hududning maydoni, dengiz ko'lning maydoni yoki biron bir tumanning maydoni yoki biron bir kichik mahallaning maydonini o'lchashlarini amalga oshiradigan maydon, masofa, shu hajm birliklari, jamiki mana shu uchala birlikda ichidagi hisoblash ishlarini amalga oshiradigan kartometriya, o'z-o'zini kartada o'lchash ishlari. Shu hudud bo'yicha ham karta yoki tayyor kartani oldimizga olamizda, tayyor mana shu mumkin qadar kamchiligi matematik nisbatan kamchilik kam xatolik yo'l qo'ygan kartalar bor. Kartani o'zida o'lchash ishlarini amalga oshiradigan sohamiz kartometriyamiz. Keyingi sohasi kartalarni loyihalash va tahrir qilish ishlari. Kartografiyaning asosiy qismlari, bu demak buni dastlabki mana shu nusxasini tuzish, kartani dastlabki nusxasini tuzish, bu demak mana shu kartalarni loyihalash ishiga. Keyingi kartani nashr qilish sohasi asosan kartaga nashrga tayyorlash. Hamma ishlarni bajarib bo'ldik, demak matematik kartografiya qismi ham, kartometriya qismi ham hammasi tayyor holatga keldi. Endi nima qilamiz? Ana shu nashr qilish bo'yicha, demak nashrga tayyorlash va nashr qilishda ham uni yig'ib, demak kerak bo'lsa muqovalash degani ana shu kartani sifati buzilib ketmasligi uchun qanday turdagi muqovadan foydalanganimiz yaxshiroq. Ba'zida bu oyna holatda, ba'zida yog'och holatida shunaqangi yo'llarni o'rgatadiki, muqovalash. Ya'ni agar osilib turadigan bo'lsa, devorlar osma holatda bo'ladigan bo'lsa, oyna holatdagisini ham oynani tagiga joylashtirishlarini, aynan qanday holatda joylashtirishni, nashrga qanday holatda berishni mana shu sohasi o'rganib chiqadi, kartani nashr qilish. Keyingisi tadqiqotning kartografik usuli. Bu demak o'ziga xos soha bo'lib, bunda demak voqea hodisalarni tadqiqot qilishda kartadan foydalanish masalalari, ya'ni qaysi geografiyadan, kartografiyani, hidrologiyani, okeanografiyani qaysi sohada biz tadqiqot qilyapmiz. Ana shu tadqiqot qilayotgan sohamizda demak kartadan qanday tarzda foydalanishimiz kerak yoki qaysi turdagi kartadan foydalanishimiz kerak. Masalan, biz ijtimoiy obyektlarni o'rganayotganimizda aynan shu aholi bilan bog'liq bo'lgan meditsina, sport, sog'liqni saqlash, fan, ma'rifat, ta'lim, turizm bilan bog'liq bo'lgan sohalarni o'rganamiz. Bu yerda tabiiy kartani ahamiyati yo'q. Yoki ma'lum bir biz tabiiy yerning ana shu tabiiy holatini o'rganmoqchi bo'lsak, oldin yaratib ketilgan shu tabiiy kartalardan foydalanishimiz kerak. Agar iqtisodiy sohalarni, iqtisodiy tarmoqlarni tahlil qilmoqchi bo'lsak, aynan oldingi yaratilgan sanoat tarmoqlari bor. Bugungi kundagi, masalan, orada necha yil o'tdi, 10 yil o'tdi, 15 yil, 20 yil o'tdi, oldingi sanoat ishlab chiqarishini tahlil qilish asosida demak biz butunlay boshqa bir turdagi, yangi turdagi kartani yaratamiz. Va albatta bunda oldingi turdagi kartalar bilan solishtirish kerak. Ya'ni shundagina iqtisodiy kartalarning afzallik jihatlari ko'zga tashlanadi. Bu biz yuqorida aytdik, keyingi sohamiz kartografik menejment, bu demak yangi soha bo'lib, kartografik korxonalarni tashkil qilish, karta ishlab chiqarishni rejalashtirish, ya'ni qaysi sohalar oqsayapti. Masalan, bugungi kunda eng chekka hududlargacha bo'lgan hududlarning kartalarini, shu hududda shu hududning geograflarini chekiga tushadi. Shu hududda yashayotgan geograflar albatta o'zining mahalliy kartalarini yaratib olishlari kerak va bunda oddiy shu hududdan o'tgan mahalliy meridian topish, unga nisbatan hududning joylashuvi, ufq tomonlarining joylashuvi, ufq tomonlariga nisbatan joylashuv, bular hammasi shu hududning demak tumanlarga, viloyatlarga bo'lgan joylashuvni belgilab chiqish hududning eng oddiy turdagi kartasini yaratishga olib keladi. Ya'ni shu korxonalar demak tayyor mahsulotni egalariga yetkazib berish. Ya'ni biz buyurtma qilamiz. Biz necha turlar, necha nusxadagi buyurtma qiladigan bo'lsak, demak pul o'tkazmalari amalga oshirilgandan so'ng
demak yetkazib berish to ana shu iste'molchi qo'liga, talabgor qo'liga yetib borguncha bo'lgan sohaning jamiki yig'indisini kartografik menejment o'z chekiga oladi. Yana bir yangi turdagi sohasi kartografiyaning mana shu so'nggi 20-asrning 60-yillardan boshlab rivojlanib kelayotgan sohasi bu geoinformatsion kartografiya. Mana yangi tarmoq bo'lib kartografiyada demak kartalarda informatsiya manbai sifatida foydalanish yo'llarini bo'lgan. Informatsiya bu shu hududda demak yangi paydo bo'lgan nomlarni, masalan joy nomlari o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan Hamza tumani hozirgi kunda Yashnobod bo'lgan boshqa ma'lumotlar shu turdagi yoki yangi qurilgan obyektlarni shu bugungi kunda Navoiy City, yana Toshkentdagi Mechi City boshqa shu yangi shaharchalarning paydo bo'layotgan, barpo qilinayotgan va aynan shuni yangi turdagi kartalarga kiritib borish jarayoni bilan va biz ana shunday informatsiya, shunda biz kartadan informatsiya sifatida, yangi informatsiya sifatida foydalangan bo'lamiz. Kartografiya juda ko'p fanlar o'rganishdan foydalanib, ba'zi bir sohalar uchun maxsus kartografik tarmoqlar yaratilgan. Masalan, geologik kartografiya. Geologik kartografiya O'zbekiston hududi uchun juda ham muhim, chunki bilamiz, mamlakatimiz aynan shu torkom sanoati uchun ancha rivojlangan va juda katta miqdorda foyda olamiz, quvonarli holatda va demak geologik kartografiyani ham rivojlantirishga to'g'ri kelgan. Chunki juda ko'p geologik shaxtalarning, konlarning kartalari yaratilgan. Biz ana shuni umumiy holatga yig'adigan holatga yig'sak, demak geologik kartografiyani shakllantirgan bo'lamiz. Masalan, bu 1900-yilda qanday, 1950-yilda qanday, 2000-yillar boshida qanday, 2010-20 to mana shu 2024gacha bo'lganini, demak u oldingi ma'lumotlar solishtirish orqali yangi informatsiyani olishimiz mumkin. Geomorfologik kartalar, geobotanik kartografiya, tuproqlar kartografiyasi, bundan tashqari ijtimoiy-iqtisodiy kartografiya, geoekologik kartografiya va geoekologik kartografiya bugungi kunda butun dunyo bo'yicha ommalashib borayotgan. Chunki ekologik holat sanoat rivojlangan sari xohlaymiz-mi ancha yomonlashadi. Masalan, biz geoekologik kartografiyani ham yangi turdagi kartalarni yaratishimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari demografik kartografiya. Demografiya o'z-o'zida demos, bu xalq aholi bilan bog'liq bo'lgan tug'ilish, o'lim, nikoh, ajrim va shu hududning aholisining tabiiy ko'payishi, demak qariyalar soni, bolalar soni, mehnat yoshdagilarni diagrammalar tarzida ko'rsatish, shu hududda demak mehnat resurslarini yosh bo'yicha ko'rsatish, mana shu kartalar umumiy yig'ilsa biz demografik kartografiya deymiz. Ve so'nggi yillarda kosmosda olingan suratlar, ya'ni sun'iy yo'ldoshdan olingan suratlar asosida yangi mavzuli mukammal va aniq kartalar yaratilib, eski kartalar yangilandi. Natijada kosmik kartografiya alohida kurs sifatida o'rganildi. Kosmik kartografiya aynan sun'iy yo'ldoshdan olingan ma'lumotni biz ko'chma laboratoriyalarda kartalashtirish jarayoni biz bilamiz kosmik kartografiya. Hozirgi vaqtda karta tuzishda nashr qilish jarayonida kompyuterdan keng foydalaniladi. Bugungi kunda sir emas. Har bir oliy ta'lim sohasiga kirib bordi. Bugungi kunda kompyuterlarsiz, shu elektron tarmoqlarsiz bugungi kunda fanni ham tasavvur qilish qiyin va kartalashtirish jarayoniga to'liq kirib bordi. Bu demak elektronlashtirish, lokatsiya jarayonlari boshqa sohalar uchun juda ham muhim va bu kartalar yaratishni yanada tezlashtirib bordi va deyarli haftalik yoki oylik kartalarni yaratish imkoniyatini berdi. Juda ham tezlashishiga olib keldi kartalashtirish jarayoni. Kartografik fanni rivojlantirishda demak dastlab binolar, Iroqasiy Talandiy, O'rta Osiyodan biz bobotonlarimizdan Muhammad al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruning xizmatlari katta. Dunyo fanni rivojlanishida G'arbiy Yevropa olimlaridan Mercator, Sanson, Sneliuslar va rus olimlaridan Krasovskiy, Izotov uning shogirdi, demak sobiq ittifoq davrida kartografik bo'lish, yirik kartografik asarlar yaratildi. Buni demak dunyoning katta atlasi, bilsa am deb ataladi, FOGAM, ya'ni buni dunyoning tabiiy geografik atlasini yaratilgan. Bu hammasi MTH hududida, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stlik hududida ko'proq bu yerda rus olimlarining tashabbusi katta bo'lgan, lekin shu joyda bu narsani alohida ta'kidlab o'tish kerak. Rus olimlari ham bizdan aynan undan oldin bajarib ketgan bizlar bobolarimiz Al-Xorazmiy, Beruniy,
Koshg'ariy, Boburdi va Istahriyning bizlar shu ko'p olimlarimiz qoldirib ketgan kartalardan foydalanib, aynan demak ma'lum bir vaqt o'tdi, nechta asr o'tdi, ana shu asr oralig'ida bo'lgan o'zgarishlarni takomillashtirib, demak O'rta Osiyo hududini ham kartalashtirishga muvaffaq bo'lishga va Krasovskiy ellipsoidini bugungi kunda O'zbekiston hududidan ham foydalanadi. O'sha Fyodor Krasovskiy elementlaridan. Ya'ni bir biroz joyi qancha ekanligini va ana shu parallellar qiymatlarini biz Krasovskiy elementlaridan jadvaldan foydalanamiz. Demak, bundan tashqari shu jumladan O'zbekistonda 2 tomli ilmiy ma'lumotnoma atlas yaratildi, Toshkent atlasi yaratildi, O'zbekiston o'quv atlaslari degan bu kunda maktab dasturi, ya'ni 5-sinfdan to 9-sinfgacha bo'lgan atlaslarni biz o'quv atlaslari deymiz. Mustaqillikdan so'ng mamlakatimizda kartografik fan ham yangi sohalarda rivojlandi. O'tgan 10 yil ichida respublikamizda demak 1 million masshtabli ekologik karta, iqtisodiy karta va bir qancha O'zbekiston o'quv kartalari chop etilib, 1999-yilda respublikamiz prezidenti, birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov tashabbuslar bilan farmoyish qilib, O'zbekistonning geografik paxtasi yaratildi. Unda respublikamizda katta iqtisodiy o'zgarishlar o'z foydasi topgan 2000-2001 yillarda 7-8-9 atlaslar yaratildi. Demak, xorijiy mamlakatlarning ijtimoiy iqtisodiy o'quv geografik atlaslari ham yaratildi. Shu joyda bir narsani yana alohida ta'kidlab o'tish kerak. Hop, bu yerda bugungi kunda aynan shu O'zbekiston Milliy universiteti va butun geograflar birgalashgan holatda 2023-yilda O'zbekiston Milliy atlasidagi ko'pgina ma'lumotlar yangilandi. Bu yerda demak asosiy olimlar O'zbekiston Milliy universiteti, Nizomiy davlat universiteti, bu yerda demak Nizomiy davlat pedagogik universiteti olimlari butun ana shu O'zbekiston geograflari birlashgan holda O'zbekiston Milliy atlasidagi juda ko'p kartalarni yangi turdagi versiyasini berdi va aynan O'zbekiston Milliy atlasiga kiritildi. Bu ancha quvonarli holatlar, mana shu yangiliklardan. Geografik kartalar elementlari siz yuqorida aytgan geografik karta tuzish va undan to'la foydalanishning xususiyatlarini bilishsizlar. Shuning uchun karta tuzishda, undan foydalanishda tahliliy yo'llardan foydalansa bo'ladi. Biz aytdik, asosiy karta geografiyada xohlagan tadqiqot usulida biz albatta xohlaymiz yo'qmi kartalardan shu Nikolay Nikolayevich Baranskiy aytgandek, geografiyada har bir tadqiqot karta bilan boshlanib, karta bilan biz yangi turda o'zimiz o'rganayotgan obyektimiz bo'yicha yaratgan kartalar, ya'ni bu demak iqtisodiy kartalar yoki ijtimoiy kartalar yoki o'sha ilmiy ishga tegishli bo'lgan kartalarni yakunlashimiz qamrab oladi. Demak, kartografik tasvir geografik kartaning negizi, uning tabiiy, ijtimoiy, iqtisodiy voqea hodisalar to'g'risidagi yetarli darajada ma'lumot berilib, ularning tarqalish holati, o'zaro aloqasi va rivojlanish tasvirlari. Bu ma'lumotlar geografik kartalarning asosini tashkil qiladi. Kartaning mazmuni bir qancha geografik elementlardan tashkil topgan. Bular demak suv obyektlari, yer yuzasining relyefi, demak tuproq qoplami, o'simlik qoplami, aholi yashaydigan joylar, aloqa yo'llari, aloqa vositalari, sanoat obyektlari, qishloq xo'jaligi obyektlari, madaniy obyektlar, ma'muriy chegaralar, ya'ni bu tuman chegarasi, qishloq chegarasi, qishloq hududining chegarasi, hattoki mahallada ham o'zining chegarasi bo'ladi va aynan shu davlatlar chegaralari yoki dunyo okeanidagi dengizlardagi chegaralar shu hududning umumiy geografik elementlarini tashkil qiladi. Umumiy geografik kartalar biz nimalarni asosi? Birinchisi matematik asos. Matematik asosida yuqorida aytdik, proyeksiya, kartografik proyeksiya. Demak, masshtab, geodezik asos qurishga, asos degani shu hududni to'liq o'rganib, demak, piyoda yurish orqali teodalikda, nivelirda, Kiplegilda, Menzula, Ekkerda bajarib yig'gan ma'lumotlarimizni umumiy yig'ilsin geodezik asos deyiladi. Bu demak mahalliy geograflarning ahamiyati nihoyatda muhim. Kampanovka mana shu 4 talasi birlashib, matematik asos tashkil qiladi, 4 ta narsa. Kampanovka degani shu butun kartani ishlab chiqarishga xizmat qiladigan jarayon. Ya'ni bu nima? Kartani nomi, masshtabi, proyeksiyasi, qo'shimcha kartalar yoki qo'shimcha tasvirlar kartaning ramkasiga nisbatan joylashuv jarayoni biz kartaning kampanovkasi deymiz.
Bu keyingisi kartografik tasvirlar. Bular demak kartografik tasvirlarda mazmun elementlar, suv obyektlari, biz yuqorida aytdik, relyef, o'simlik va tuproq, aholi yashaydigan joylar, aholi yo'llari, va demak aloqa vositalar, siyosiy ma'muriy bo'linish, iqtisodiyot va madaniyat elementlari, bu demak kartaning tasvir elementlarini tashkil qiladi. Yana qo'shimcha elementlar bor. Bundan tashqari demak qo'shimcha karta profillar. Profil degani shu hududga tegishli bo'lgan biron bir qirqim, matnlar, raqamli ma'lumotlar va diagrammalar shu karta atrofida ramkasiga nisbatan joylashuv bizlar qo'shimcha elementlar deymiz. Va mana shu uchala matematik asos, kartografik tasvir va qo'shimcha ma'lumotlar demak geografik kartani asosini tashkil qiladi. Geografik degani bu demak butun dunyoga tegishli, O'rta Osiyo yoki masalan Yevrosiyoga tegishli, Osiyo qit'asiga tegishli yoki O'zbekiston O'rta Osiyoga tegishli bo'lgan kartalarni, demak O'zbekiston umumiy hududiga tegishli kartalarni biz geografik kartalar deymiz. Ya'ni auditoriyasi juda ham keng bo'lgan sohani biz geografik kartalar deymiz. Kartaning matematik asoslari, demak kartaning geometrik jihatdan aniq tasvirlarning to'g'ri bo'lishini, demak kartaning matematik asosi bor. Matematik asos o'z navbatida bir qancha elementlardan tashkil topadi. Masalan, proyeksiya, koordinata, daraja to'g'ri, masshtab, geodezik asos, kompanovkalar, hamma kartalar demak proyeksiyalar tuzishda asosli xizmat qiladi. Yer ellipsoid yuzaga yoki qog'ozga tushirish jarayoni ham shu kartaning matematik asos elementlarini tashkil qiladi. Masalan, geografik kartasida faqat siyosiy, ma'muriy va tabiiy kartalar berilsa yetarli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, chunki ba'zi bir tasvirlangan hududlar maydon jihatdan kichkina bo'lsa ham kartografik to'r ko'rsatadi. Kartografik to'r degani shu hududdan o'tgan, shu hududga tegishli bo'lgan meridian va parallellarning daraja to'ri, ya'ni necha gradus, 56 gradus, 58 gradus, 76, 78, 80 gradus yoki parallellar qiymatlari, yo'ldan ekvatordan to shimoliy va janubiy qutblargacha bo'lgan ekvatorga nisbatan o'tgan parallel chiziqlar, parallellar bo'lsa, ular har bittasi o'zining daraja qiymatlariga ega. Uni minutlari, sekundlari ham ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Demak, ana shu demak fi va lambdalarni aniqlash, fi bu kenglikni bildirsa, lambda uzunlikni bildiradi. Shu hudud uzunligi, uzoqligini, fi kengligini, ya'ni ekvatorga nisbatan joylashgan shimoliy kenglik, janubiy kenglikka bo'lamiz. Uzunlikni g'arbiy uzunlik va sharqiy uzunlikka bo'lamiz. Masalan, O'zbekiston hududini oladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi shimoliy kenglikda va sharqiy uzunlikda joylashgan. Ana shunda biz demak uni har bitta shimoliy, janubiy, sharqiy va g'arbiy nuqtalarini fi va lambda ko'rinishida ifodalanishimiz mumkin. Demak, bu demak kartaning legendasi aniq va mantiqli hamda qisqa bo'lishi zarur. Barcha o'quvchilarga, shundan foydalanuvchilarga tushunarli bo'lishi kerak. Ularda qo'shimcha savollarga nima hojat qoldirmasligi zarur. Xo'p, kartaning matematik asosini yuqorida aytdim, geodezik asos, masshtab, kartadagi xatoliklar, kartografik xatoliklar, demak kartaning matematik asosini tashkil qiladi. Geodezik asos, demak davlat geodezik shoxobchalari, tayanch punktlar, geografik koordinatalar, to'g'riburchakli koordinatalarga bo'linsa, masshtab va kartografik xatolik, kartografik xatolik bular nima? Yana bir qancha ko'rinishiga qarab biz turlarga bo'lamiz kartografik xatolikda. Tuzilishi bo'yicha qanday xatoliklarga bo'linadi yoki xatolik bo'yicha bo'linishi. Ya'ni hududlarda shu o'rta meridianda va ekvator atrofida xatolik yo'q bo'ladi. Undan uzoqlashgan sari xatolik ko'payib boradi. Parallellarda ham shunday. Xuddi ekvator atrofida xatolik yo'q bo'ladi. Shimoliy va janubiy qutbga borgan sari yer yumaloq shaklda bo'lganida, masalan, tekis yuzaga yoygan paytimiz u nima qiladi? Shu uzoqlashgan sari endi butunlay yumaloq bo'lib turgan, bitta nuqta bo'lib turgan narsani biz ancha uzun holatga yoyamiz. Buni aynan Antarktida misolida yoki Grenlandiya oroli misolida ko'rishimiz mumkin. Bu nima uzunlik va shakl xatoliklari aniq ko'rinadi va aynan mana shu holatda biz kartografik xatolik qismida tahlil qilib chiqishimiz kerak. Qancha xatoliklar borligini. Geografik globus mana shu kartadan proyeksiyasida qanday proyeksiya tanlashimizdan qat'iy nazar baribir kartada ma'lum bir xatoliklar bo'ladi. Xatoligi yo'q bo'lgan yagona geografik manba bu geografik globus.
globus yer yuzasining sharida kichraytirib tasvirlangan model hisoblanadi. Bu demak, eng so'yilgan mayda masshtabda tasvirlangan globusdan juda kam farqli. Bu farq amalda seziladi. Globusda har xil mazmunga ega bo'ladi. Demak, geografik globus, siyosiy ma'muriy globus, kommunikatsion globus, ya'ni qora rangda bo'ladi. Bu ko'proq harbiy sohada ishlatiladi. Va demak, amaliy ishlar uchun mo'ljallangan amaliy ishlar degani endi shu geografik tadqiqotlar, masalan, geografiya yo'nalishi tahsil olayotgan talabalarga o'quv globus sifatida foydalanishimiz. Ya'ni globusda bajarilgan ishlar bor. Globusda demak daraja to'g'rini hisoblash, maydonni hisoblash, boshqa ma'lumotlarni hisoblash globusda, chunki globusda xatoligi yo'q bo'lgan bizga yuqorida asosiy geografik manba. Shuning uchun qaysida xatoligi yo'q bo'lganini, demak kartada xatolik bo'lsa, qaysi proyeksiyada bo'lsa xatolik bo'lsa, unda aniq hisoblash uchun qaysida o'lchashlarni maydonda, masshtabda, hajmda o'lchashlarni amalga oshirgan yaxshi degan savolga globus, geografik globusdan foydalangan holda amalga oshiramiz. Shimoliy hamda janubiy geografik qutblarni birlashtiradigan va muayyan nuqtadan o'tgan parallel bilan tutash 90 gradus burchak hosil qilgan meridian deyiladi. Ekvatordan bir xil uzoqlikda joylashgan nuqtalarni birlashtiruvchi chiziqlar esa parallellar deyiladi. Biz endi globusdagi geografik darslarda ko'p foydalanadi. Bu demak 5-sinfdan to shu 11-sinfgacha bo'lgan jarayonda foydalanish kerak, chunki bugun 10-sinf darslarga ham qo'yilgan va aynan 10-sinfda aynan shu bitiruvchi sinfga yaqinlashib kelayotgan uchun yana kuchaytirish kerak. Nimalar qilish kerak? Demak, globusdan foydalangan holda biz nimalarni bilishimiz kerak? Yerning shar shaklida ekanligini, yer yuzasining geografik jihatdan o'zaro bir-biriga bog'liq ekanini va yer to'g'risida umumiy tasavvur berishini, yer yuzasining hamma joyida maydon va shakllar o'zgarmasdan tasvirlanishini, to'rtinchisi demak globus yuzasining hamma joyida masshtab bir xilda bo'lishini, keyin beshinchisi demak yer yuzasida hamma burchaklar aynan yer yuzasida qanday bo'lsa globusda ham xuddi shunday tasvirlanganligini, meridian va parallellar o'zaro kesishib to'g'ri burchak hosil qilishini, qachonki to'g'ri burchak hosil qilsagina shu yerda demak burchak xatoligi yo'q bo'ladi. Bundan tashqari globusning yana bajaradigan bir qancha funksiyalari bor. Demak, bu Quyoshga nisbatan yerning joylashuvi, demak sayyoralar bo'ylab aylanma harakat, bu yerning orbitasi deydi. Bu jarayonlar hammasini biz demak maktab darslarida foydalanamiz. Geografiyaning, ya'ni shu olayotgan birinchi kurs qismi umumiy bilimi degan fandan va yana shu topografiyada globus o'lchashlari amalga oshirilsa, kartada ham globusning o'lchashlarini o'rganadigan, maydon masofani o'lchashni o'rgansa, umumiy bilimida aynan shu butun yerning quyosh atrofida, o'zi atrofida yuzaga keladigan geografik oqibatlarni umumiy bilimi fanidan, geologiya va tuproqlar geografiyasi fanidan o'rganib chiqishimiz mumkin. Hop, ana shu globuslar okeanlar, materiklar, orollar, dengizlar, ko'llar va daryolarning katta kichikligi, ularning shakllarini taqqoslashda juda zarur ko'rgazmali qurol bo'lib hisoblanadi. Biz ko'p aytdik, yuqorida globusga qarab yer yuzasida ikki nuqta orasidagi eng yaqin masofani o'lchashimiz mumkin. Bu kartografiyada ortodramiya deyiladi. Orto o bilan yoziladi, ortodramiya va hamma meridianlarni bir xil burchak ostida kesib o'tuvchi yarim aylana chiziqni biz laksodramiya deymiz. Demak, ikki nuqta orasida eng yaqin masofa ortodramiya deyiladi. Barcha meridianlarni bir xil burchak ostida kesib o'tuvchi yarim aylana chiziqni biz laksodramiya deymiz. Ekvator va parallellar laksodramiya hisoblanadi. Hamma meridianlar 90 burchak ostida kesish kerak, chunki biz aytdik, qachonki 90 gradus burchak ostida kesishsagina xatoligi yo'q bo'lgan chiziqlar, xatoligi shu burchak xatoligi yo'q bo'lgan hududlar hisoblanadi. Globusdagi va kartada ortodramiyani kesib o'tgan geografik obyektlarni taqqoslasak, ular boshqa joylardan o'tganligini ko'ramiz. Ya'ni bu kartada yo'l qo'yilgan xatolikning natijasidir. Ya'ni globusni solishtirdik shu meridian, masalan 50-parallel yoki 50-meridian. Keyin kartadan solishtirdik. Ikkalasini boshqa hududlar bo'yicha dengizning yoki okeanga to'g'ri kelib qolgan bo'lsak, boshqa qismida kesib o'tganligini ko'rishimiz mumkin. Oddiy ko'z bilan ham tahlil qila olishimiz mumkin. Bunda aynan shu globus va karta orasidagi xatolikni solishtirish imkoniyatini beradi.
Odatda samolyotlar avtodromiya chizig'i bo'ylab harakatlanadi. Buni bilasiz. Pastdan turib koordinator qaysi yo'nalishda uchayotganligi to'g'risida ma'lumotni beradi. Mana bu yerda ana shu avtodromiya va aksodromiyaga tegishli bo'lgan ma'lumot berilgan. Mana yuqoridagi tasvir avtodromiya vazifasini bajaradi. Yerlarni xilburchak ostida kesayotgan uzuq chiziq esa aksodromiya deyiladi. Bu yerda Moskva, Nyu-York atrofidagi avtodromiya va aksodromiya chiziqlari berilgan. Bu globus O'zbekiston Milliy universitetining geografiya fakultetiga o'rnatilgan relyefli globus. Hamila Hasan boshchiligidagi geograflar gruppasi O'sh yasagan, Moskvada yasalgan globusni olib kelib O'zbekiston Milliy universitetiga o'rnatgan va bunda aynan barcha relyefli globus hisoblanadi. Yerning tog'larni bo'rtib chiqqani, okeanlarning cho'kkalari aynan chuqurroq bo'lib tasvirlangan bemalol ko'rishingiz mumkin. Demak, bemalol o'lchash ishlarini amalga oshirishimiz mumkin. Bugungi mavzumiz haqida umumiy ma'lumotimiz mana shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.